Azizlar, bugun hafta kuniga 10 fevral seshanba Shohidon bozoridan qo'y narxlari. Aka, bu qo'chqormi, sog'liqmi? Yoshi qanaqa aka bularda? Pulini ayting aka, arzon ayting, arzon qo'yaylik. Bugami 4,5 dan kam. 4,5 milliondan kam bor. Dastavkasini qilib beramizmi? Qaygacha? Bo'ldi, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Telefon raqami ayting aka. 93'li 758 46 44 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Aka, mana qo'ydi bugun sotsangiz, ertaga qo'y kerak bo'lsa topib beramizmi? Bemalol telefon qilaverasizlar, 24 ga 7 aloqadalar. Akalar, ena bola. Yoshi necha yosh? Kishi ikkita, birinchi qorin. Bolasi nima ekan aka? Urg'ochi. Narxi necha pul? Arzon ayting. Narxi bo'ladi 6 million. 6 million so'm dastavkasini qilib berasiz. Bo'l, Namangan bo'ylab dastavkasi bor aka, telefon raqami ayting. 95lik 700 55 58 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Qo'y dehqonda turibdi. Barakasini yengil beradilar, aloqaga chiqarasizlar. Aka, bu nima ekan? Bo'g'oz. Necha oylik? 1,5 oy ahvog'ida tug'adigan sog'liq. Aka, yoshi nechta? Yosh 8 ta ekan. 8 ta. Hop, yaxshi ekan. Aka, buni pulini arzon ayting, arzon qo'yaylik. 6 million hammasi kam deydi. Bo'ldi, o'tib berasiz, dastavkasi bor. O'tib beraman, lekin dastavka qilib beraman. Dastavka qilib beramiz. Bo'ldi, yengil baraka berasiz, kelishlar-da. O'zimiz mana Namangan bo'ylab. Namangan bo'ylab bo'lsa kelishamiz. Bo'ldi aka. Bunga endi telefon raqami ayting. 93lik 231 21 31. Akalar, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa yaxshi narxda taqib beradilar. Akalar, dehqonlaridan. Aka, bular nima ekan? Ha, bu ena bola. Yoshi nechta aka? 8 ta. Qaysi? 278 tadan. Bo'ldi aka, unda pulni arzon aytingchi bularni. 7 mana Ena bola 7 million kami bor. Dastavka qilib berasizmi? Bo'ldi, dastavkasi bor. Bunisi-chi aka? 4,5 million kami bor. O'tib beradilar chiroyli qilib. Badani zo'r ekan. Aka, qisirmi, bo'g'ozmi, bilmaysizmi? Bu qisir bola zanjirganmi? Ha, qisir ekan, 100% qisir. Aka, telefon raqami ayting. 97 lar. 97lik 822 822 90 90 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Aka, pulni yengil qilib berasiz. o'tib beramiz. Bo'ldi aka, obuna bo'lib keldim desa 100 ming so'm bonusi bo'ladi. Bo'ldi gap. Garantiyali sog'liqlar aka bular. Ha, 100%. Yoshi qanaqa? Yosh qo'zi 4 yosh, 6 yosh. Qo'zi 4 tush, 6 tusha, qarisi yo'q. Aka, buni yengil ayting, yengil sotaylik. Hammasini bir joyga. Ikkitasini 6,5 ga berib beraman. Mana ikkitasini 6,5 million kami ham bor. Yo'q, berib beraman. 6,5 million bo'lish, ha? 6,5 million bo'lish ekan. Bo'g'oz emas. Qaysi bo'g'oz aka? Manosi bo'g'ozmi? Aka, bu dastavkasi bo'ladimi? Va dasturlarni o'zlari. Kelishtirasizmi? Kelishtiramiz. Akalar, puliga qo'shasizlar, dastavkasi bo'ladi. Manolarichi? Ularni 4 dan shuni berib beraman. 4 milliondan 3 tasi bir joyga. Bo'ldi aka, bularga telefon raqami ayting. 99lik 515 52 88 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Aka, qo'y bozorda turibdi ekan. Bugun sotsangiz, ertaga qo'y kerak bo'lsa topib beraveramizmi? Beraman. Akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Bu qo'ylar tugasa, zakazga topib beriladi. Bo'ldi aka. Aka, sog'liqlarda davom etamiz. Qanaqa ekan aka bularning yosh oyligi? Qo'zi shakka o'tyapti. Aka, pulni arzon ayting, arzon sotaylik. Bu 4 dan. 4 milliondan bir joyga. Dastavkasi bormi? Dastavkasi o'zimizga bo'lsa bor. Vodiy bo'ylab. Bo'laveradimi? 4 danga bo'laveradi. Bo'ldi, 4 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Telefon raqami ayting. 94 94lik 945 902 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Aka, qo'y bozorda turibdi ekan. Bugun sotilsa, ertaga so'rashsa topib beramizmi? bor, to'g'ri deb kelaveramiz. Tagi bor. Aka, aloqaga chiqarasizlar bemalol. Tagi so'rab topib berishadi. Yana bola ishqozlariga mana. Aka, bular
qanaqa ekan? Bolasi qo'chqormi sog'liqmi? Qo'chqor, ikkita yana bola. Bolasi qo'chqor, ikkosiniki ham qo'chqor a? Ikkovi ham qo'chqor bola. Aka yoshi qanaqa bulardi? Buniki 4 tish, buniki 6 tish. 4 tish bunisi, 6 tish bunisi. Aka pulni arzon narxda ayting. Daryo telefon raqamlarini qo'yamiz, telefon qilishadi. Bunisi 9 kami bor, bunisi 8 million kami bor-da. Ena bola 8 million kami bor, tish 4 tish. 4 tish. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Bunisi tishi 6 tish. Tishi 6 tish, uchinchi bolasi. 9 million kami bor. Dastlabkasini qilib berasizmi? Dastlabkasi beriladi. Qaygacha? Toshkentgacha qilib beradi. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi bor. Samarqandga ham dastlabkasi. Bo'ldik. Aka, bu qo'yingiz bugun bozorda ekan. Bugun sotib qo'ysangiz, ertaga topib berasizmi bundan? Topib beramiz. Iminni bu bo'lmaydi, lekin zakazga topib berilaveradi. Yana bolalarni turidan topib beramiz. Aka, bo'lmasa ularga bir chiroyli qilib telefon raqamini aytasiz, yengil qilib berasiz. 90'lı. 90lik 275 275 45 44. 45 44 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Akamizda postoyanni qo'y bo'lib turadi. Yakka sog'liqlarda davom etamiz. Aka, buni yoshi qanaqa? Qo'zi bular. Qo'zi hali. Bular hali qo'zi. Qisirmi bo'g'ozmi? Aka bular qisir. Qisir. Puli nech pul? Yengil ayting, yengil sotaylik. Ikkovi 5 dan ketaveradi aka. 205 million so'mdan kami ham bor. Dastlabki qilib berasizmi aka bular? Dastlabki beramiz. Toshkentgacha dastlabki. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabkasi bor. Bexijolat telefon. Aka, ishonimli qo'ylar so'raganlar uchun bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon raqamini aytamizmi? Aytamiz aka. Ayting. 94'lı. 94lik 303 303 0337. 0337 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Sotilib ketsa Navoiyda bugun bu bozorda ertaga davomi bormi buni? Davomi bor. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar, ishonimli yeridan davomi bor. Ona bola, puli yengillaridan. Aka, buni yoshi qanaqa? Tishi 6 ta. Pulini yengil ayting. Nech pul aytdingiz? 7 million so'm kam bor. Dastlabkasi qaygacha? Dastlabkasi kelishilgan holatda bo'laveradi, 7 million so'm ozgina kam bor. Bunisi nech pul aka? 4,5 million so'mdan donasi. Aka, bu yoshi qanaqa ikkosini? Yosh 8 tadan telefon qilaverasizlar. Aka, telefon raqam aytamizmi? Telefon. Qisir sog'liqlar отдельно. Aka, bular yoshi qanaqa? 8 tadan bosgan. 8 tishdan bosgan. Aka, pulni yengil ayting bularni sotilib ketsin. 1 milliondan kami bor. 4 million so'mdan kam bor. Telefon raqam ayting. 99'lik 99lik 093 093 3038. 3038 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar akalar. Bu sog'liqlar qanaqa ekan aka? Alohida sog'liqmi? Bo'g'oz sog'liqlari. Yoshi qanaqa? Nech pulga bo'ldi? 7,5 million so'mga sotildi. Aka, qolganlar haqida ma'lumot beramizmi? Qolganini endi 7,5 dan bo'lsa ketaveradi qolgan. 7,5 million so'mdan. Yoshi qanaqa? Dastlabga qilib beramiz. Yoshi qanaqa? Ko'rsatib ketingda mana Yosh ekan. Hammasi yosh ekan. 6 tish. 6 tish. Bunisi ham 6 tish ekan. 7,5 million so'mdan dastlabkasi Samarqandgacha bo'ladi. Samarqandgacha. Aka, telefon raqam qoldiramizmi? 100 bo'g'oz. Telefon raqam qoldiramizmi? 97lik 97lik 336 336 38 35. nechi? 38 35. 38 35 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Ishonimli yosh bo'g'oz sog'liqlar. Aka, bu qanaqa sog'liqlar ekan? Gapir. Qo'ylar bo'g'oz aka. Hammasi bo'g'oz. Yoshi qanaqa ekan aka? Yoshlari 4-6 tish. 4 tish 6 tish. Hammasi sog'lom, yeb ichari zo'r. Aka, eng muhimi puli aka. Pulini yengil ayting, yengil sotaylik. Nech puldan qo'yib beray? Aka, yengil ayting. Bozor aytaymi? Ayting. O 5 millionga bermaganman. Siz nimangizni berib yuboraman 5 million. Obunachilarga like bos, obuna bo'lib kelishsa beriladi 5 millionga. Bo'ldi. Davom aka. Hop. 4,5 ga beraman oxiri. 4,5 million so'm oxiri. Bu tomoni aka. Bu tomoni. 5 million 200 ming so'mdan beraman. 5 million 200 ming so'mdan. Yaqinroq. Ha, bo'g'oz bular. Ha, bo'g'oz. Bo'ldi, ishonimli Hammasi qo'ylar. bo'g'oz. Aka, telefon raqam qoldiramizmi bularga? Qoldiramiz 94lik 703 34 34. Bo'ldi, aka, rahmat. Telefon qilishadi, yengil qilib baraka berasiz. Aka, bu sog'liqlar qanaqa ekan? Yakkami? Uchtasi ham bo'g'oz. Yoshi qanaqa? Birinchisiga bo'g'oz. Demak, ikki tish. Qo'zi ikki tish. Hop.
Aka bular narxini yengil ayting. Mana 3 ta kattasi 15 million so'm. Kami bormi? Ha, barakasiga o'tib beriladi. Aka telefon raqam qoldiramizmi? 252 252 77 77 tili 252 9180 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar akalar. Bo'g'oz sog'liqlar. To'g'li bo'g'oz sog'liqlar aka, bular pulini yengil ayting. Hammasi bo'g'oz a? Hammasi bo'g'oz. 7 million 500 ming qiladi. Ikkitasini 7 million 500 ming qilyapti, berganingiz yo'q. Qo'shilsa beramiz. Bunisini 32 dan qildi. Bunisini 31, bularni 32 dan bozor narxi ha, qilishgan. Bo'ldi. Aka, bularni ozmas qo'shilsa berasizmi? beramiz. Dastlabki ham qilib beraverasizmi? Nobodonda kelishsak? Bo'ldi aka, telefon raqami ayting. 88 lar. Hop, 88 28 828 1396. 1396 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Aka, bugun bozorda turibdi ekan. Navodan bugun buni sotsangiz tagi bormi? Akalar, kimga qo'y kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Akamizda doimo bo'ladi. Otabek Arzonchi degan akamiz, mana shu akamiz bo'ladi. Aka, bular nima ekan qo'zichoqlar? Hammasi aka, bular pulni yengil qilib aytasizmi bitta? Pulini aytasizmi aka? 6,5 kam. Ikkitasiga 6,5 million kami ham bor. Maliyaga 11 million kam. Uchalasiga 11 million kami bor. Dastlabkasini qilamizmi? Bo'ldi akalar, telefon qilaverasizlar bemalol. Telefon raqam qoldiraylik. Pan beraman. 93 93 758 758 46 46 44 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Juda chiroyli qo'zilar ekan. Aka, savdongizga baraka bersin. Qo'chqor ishqozlariga qo'chqor so'raganlar ko'p bo'ldi akalar. Xurshidbek buning narxlari qanchadan? 5 million so'mdan kam bor. Yoshi qanaqa edi? Yoshi 10 oylik, 11 oylik. Telefon raqam qoldiramizmi? 90 794 44 94 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xurshidbek Arzonchida doim qo'y bo'ladi. Kelishtirib berasiz. Qo'chqorda davom etamiz aka. Bu qanaqa qo'chqorlar? Qo'zi, eshak. Qo'zi necha oylik? 9-10 oy atrofida. 9 oy 10 oy atrofida. Qo'zida. Ha, o'tgan yilga qo'zilar, ha. Endi taxminan 10 oy 11 oylik, ha. Yeb ichari zo'r, sog'lik salomatlari joyida. Aka, bularni yengil barakasiga narxini ayting endi. Bularni 8 dona. 8 dona soni. Bir joyga olaman deganiga 43 dan beraman. Hammasini bir yerga oladiganlarga 4 million 300 ming so'mdan. Bundan 700 beramiz. Dastlabkiga qilib beralasizmi aka? Dastlabkasi bor. Navoda bugun mana qo'ylar sotsak bozorda turibmiz ekan. Aka, buni tagi bormi? Bor, tagi seroq, telefon qilib. Kimga nechta kerak bo'lsa to'p beriladi. Kelishilgan narxlarda plus minusiga qarab kelishilaveradi. Telefon nomerlar qoldiramizmi? Qoldiramiz. Nechilik? 88lar 88lik 252 252 0190. 0190 raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yengil baraka qilib beriladi. Kattalari nech puldan aka? Bular 5 million so'm. 5 million so'mdan bir joyga 5 tasi. Kami bor. Bular badani yaxshi-da, semiz. Ha, semiz qo'chqorlar. Ehsonda o'tkazib o'radiganlaridan. O'tkazib. Aka, bular dastlabkasini qilib beramiz, ha? Bu ham dastlabkasi bor. Nomer bitta. Bo'ldi, telefon qilaverasizlar akalar, barakasini bersin. Katta, kichik turidan bor. Bo'ldi, har turidan bor deyaptilar, yengil beriladi, telefon qilaverasizlar. Aka, bu qo'chqorlar qanaqa ekan? Yosh oilaga 8 oydan 10 oylikgacha yosh qo'zilar, qo'chqorlar. Aka, pulni nech puldan berasiz? Yengil ayting. 5 million 200 ming so'mdan akalar. Buni dastlabkasi bo'ladimi? Tanlov olsa, yakka olsa qanday bo'ladi? Farqi yo'q-a? Bo'ldi akalar, tagi serob ekan, telefon qilaverasizlar, har turidan bor deyaptilar. Akalar, yangi kanalimizda qo'chqor narxlari bilan davom etamiz. Bularning yosh oyligi qanaqa ekan? 9-10 oylik hisoblashadi. 9-10 oylik plus minus, ha, qo'chqorlar. Narxi qancha? Yengil aytingchi. Mana tortish kerak, yo'q. Hop, bo'ladiganini ayting. Siz ham yangi ochibsiz. 4 million
700 mingdan hammasini olaman. 4 million 700 ming so'mdan bir yerga. Barakasiga o'tib berasiz. Ozgina ayirdan qilib beraman. Ozgina xayri bor barakasiga dastlabkasi bo'ladimi? Samarqandgacha ketarsan. Samarqandgacha dastlabkasi bor akalar. 80 plus minus o'ynaydi. Bo'ylari 80 plus minus. Tagi serapmi buni telefon qilishsa? Tagi serap telefon qilaverasizlar. Bugun soat olib ketsa o'ylanish yo'q. Telefon raqam qoldiramizmi? 88 88 687 687 03 03 13 telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylarimiz tagi serap.